Sevgilim, biz ularni hozirning o'zidayoq almashtiramiz. Sen esa uning qizini dushmaning kabi tarbiya qilasan. Ishonching komilmi? Agar bizni ushlab olishsa-chi? Xavotir olma, hammasi nazorat ostida. Sen u qizchani xohlaganingcha qiynashing, xorlashing mumkin bo'ladi. Bizning o'z qizimizni esa u malikalardek parvarish qilib voyaga yetkazadi. U hatto bu haqida bilmaydi ham. Bizning qizimiz katta bo'lganida, u xotiningni bor bo'yligi va kompaniya aksiyalariga merosxo'r bo'ladi. Erim va eng yaqin dugonam, sizlar har bir so'zingiz uchun javob berasiz. Men uning 18 yoshga to'lishini kutib o'tirmayman. Men bolalarni joyiga qaytardim. Sizlar mening qizimdan cho'ri qilmoqchi edingizmi? Endi bu do'zax azobi o'z qoningiz, o'z qizingiz boshiga tushadi. Seni naqadar yomon ko'raman. Tug'ilganingga menga afsuslar bo'lsin. Sen mening hayotimdagi eng yomon voqeasan. Mana mening haqiqiy malikam. Ular meni aldashdi deb o'ylashyapti, aslida esa Xotinim shunchalik ahmoqki, u mening sevgilim uning dugonasidan bo'lgan qizimga bor bo'yligini beryapti. Qizim 18 yoshga to'lishi bilan biz uning butun bo'yligini qo'lga kiritamiz.